So'nggi vaqtlarda Xitoyda ishlab chiqarilgan ba'zi o'yinchoqlarda bolalar uchun xavfli omillar aniqlanib, ular savdodan chiqarilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bunday sifatsiz o'yinchoqlar kichkintoylarning eshitish, asab tolalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi va yurak urishini tezlashtirib, stress gormonlari rivojlanishiga sabab bo'ladi. Navbatdagi lavhamiz texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi bilan hamkorlikda tayyorlangan. Yaqinda texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi nazorat inspeksiyasi mutaxassislari tomonidan savdo nuqtalarida nazorat xaridlari amalga oshirilib, Xitoyda ishlab chiqarilgan musiqali o'yinchoq telefon va raqsga tushuvchi kaktus o'yinchoqlaridan namunalar olinib, laboratoriya sinovlari o'tkazilgan. Kaktus ko'rinishidagi mana bu o'yinchoqlar bolalar o'rtasida ommabop va bozorlarda xaridorgir. Ammo bugungi kunda aynan mana shu o'yinchoqni sotuvi taqiqlangan. Buning asosiy sababi mutaxassisdan so'raymiz. Bu bolalar o'yinchog'i sinov natijalariga ko'ra yosh bolalarning tovush tizimiga juda zararligi aniqlandi. Haqiqatan ham laboratoriyalarda o'tkazilgan sinovlarda ovoz chiqarish detsibeli juda yuqori ekanligi va bu keyinchalik bizni yosh bolalarning eshitish qobiliyatiga juda katta ta'sir qilayotganligi aniqlandi. Chaqaloqlarning tishi chiqishida ko'p foydalaniladigan rezinali o'yinchoqlarning ham sifatsizlari aniqlandi. Ya'ni bola buni yosh bola tishi chiqayotgan chaqaloqqa berilsa, shu vaqtda bola mana bu joyini tishi chiqayotgan chaqaloq tishiga ilinadi, mana bu narsa. Chiqsa bu ichiga kirib tiqilib qolish xavfi bor buni. Shuning uchun mana bunaqa mahsulotlarni bolalar o'yinchog'ini bolaga berayotganda tekshirib, xavfi bor mahsulotlarda xavfsizlantirib bergan ma'qul deb o'ylayman. Tovush balandligi ham ancha yuqori. Bolani eshitish qobiliyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Yerga ursa sakrab kichkintoylarni xursand qiladigan rang-barang bunday o'yinchoqlar ham eng ko'p sotilar ekan. Tekshirilganda bu samping normalari to'g'ri kelmaganligi va o'sha yosh bolalarni og'ziga olib solganda ularni o'zida mikroblar ushlari va u mikroblarni yuvgan taqdirda ham ketmasligini o'zida qabul qilib olishgan. Shuning uchun bu yosh bolalarga juda zararli mahsulot va bu sinov natijalarida yaroqsiz bo'lib chiqqan. Sotuvda hozirgi paytda o'sha do'konlarga, o'sha olib kirgan importyorlarga xatlar berilgan, taqiq ko'rsatmalar berilgan. Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi nazorat inspeksiyasi arzon, iste'molga yaroqsiz va inson salomatligi uchun xavf tug'diradigan boshqa buyumlarda ham tekshirishlar olib bormoqda. Bu melaminovый pasudan tarkibida aflatoksin bor. Bu 70 gradus haroratda yuqori bo'lganda ishlatilganda bu tarkibidagi moddalar melaminovый pasudagi tarkibidagi aflatoksin moddalari bu yoqda suyuqlikka o'tadi. Bu iste'mol qilgan paytda inson organizmiga juda katta zarar hisoblanadi, chunki aflatoksin ko'plab yuqumli surunkali kasalliklarni olib keladi. Melaminovый idishlarni ko'z bilan farqlash qiyin, lekin ularni qo'lga olib qaraganimizda keramический idishlarimizdan sal yengilroq, plastmassadan sal og'irroq qo'lga seziladi va ularni orqa tomoniga har doim e'tibor berishni qaratamiz. Markirovka yorlig'ida melamin so'zi yozilgan bo'ladi. 100% melamin. Bu hozirgi kunda davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan nazorat xarid amalga oshirilgan, sinov laboratoriyalarga berilgan. Hozir sinov laboratoriya o'tgandan keyin taqiqlar qo'yiladi. 2026-yil nazorat xaridi davomida 31 ta mahsulotlarda nomuvofiqliklar aniqlangan. Shundan 12 tasi o'yinchoq mahsulotlardir. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.